Salom do'stlar, sizlar bilan Iminov DLC yangiliklar kanalidan. Xo'sh do'stlar, bugungi videorolikimizda biz sizlar bilan rasman DLC 26 o'yinida bilasizlar, qizil kartali futbolchilar keldi. Kecha videorolik chiqargandim. Mana shu futbolchilarni qanday kuchaytiramiz, qanday olamiz. Xudo xohlasa bugungi videorolikimizda batafsil tushuntirib beraman. O'tgan safar videorolikda noto'g'ri xabar bo'lib qolgan ekan, endi noto'g'ri taxmin. Endi to'liq bitta narsani tushunib olmasdan tezda videorolik chiqarib olganda, afsuski noto'g'ri bo'lib qoldi. Xudo xohlasa bugungi videorolikda batafsil o'rgataman do'stlar. Xo'sh, videorolikni boshlashdan albatta videorolikka like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Qanunda biz videorolikni boshladik. Xo'sh do'stlar, birinchi navbatda bularni qanday kuchaytirishni sizlarga tushuntirib qo'ysam, keyin undan keyingi qilinadigan ishlarni sizlarga tushuntiraman. Mana bu yerda o'yinchilar bor, har xil o'yinchilar. Mana ko'rib turibsizlar, Abduqodir Husanov ham bor. Endi do'stlar, qaranglar. Kechagi videorolik xato bo'lib qopti. Xudo xohlasa bugungi videorolikda batafsil sizlarga tushuntirib beraman. Xo'p, nimaga e'tibor beradigan bo'lsak, qaranglar. O'zi DLSda bilasizlar, 82 reytingli bo'lish juda ham qiyin. To'g'rimi? Bunday olib qarasak, даже mana Pau Kubarsi ham necha yildan beri zo'r o'ynab keladi, lekin hali 82 reytingga chiqqani yo'q. Abduqodir Husanovni olaylik. Abduqodir Husanov DLSga qo'shilganiga 3 yil bo'lyapti. Top klubda o'ynasa ham asosiy tarkibda anchadan beri tushyapti, lekin hali ham 78 reytingda. To'g'ri, hozir 82 kartasi keldi, lekin asosiy kartasi 78, to'g'rimi? Demak, 82 reyting bo'lish DLSda qiyin, juda qiyin. Lekin ba'zi bir oq futbolchilar, ba'zi bir 70 reytingli futbolchilar ham mana bu yerda 82 bo'lib turibdi. Masalan, mana futbolchi menimcha oq bo'lsa ham kerak, вообще 68 dan bo'lsa kerak, anaqani bilmayman, taxmin. Shunaqa qiyin. Endi men nima demoqchiman hozir? Qaranglar do'stlar, bularda qanday kuchaytiramiz? Mana bu yerda yozilgan. Dinamических звезд нельзя тренировать. Ya'ni bu futbolchilarni kuchaytirib bo'lmaydi, deyapti. Bularni sotib turib zaminga oddiy trener olishingiz mumkin, deyapti. Futbolchilar reytingi oshib borishini kecha tushuntirgan edim. Mana qaranglar. Agar guruh bosqichda birinchi o'rinda olib turib chiqadigan bo'lsa, +3 reyting oladi. Ya'ni futbolchini o'zi kuchayib qolaveradi. Avtomatik tarzda biz kuchaytirmaymiz. Avtomatik tarzda kuchayib qolaveradi. Shunaqa ketaveradi, oxiri 96 gacha boradi. Maksimal reyting 96 dan tepasi bo'lmaydi. Kecha biroz noto'g'ri ketdi, +6 bo'lib ketdi. Biroz emas, ancha noto'g'ri. 106 deganda noto'g'ri narsa 96 da qoladi. Masalan, aytaylik, misol tariqasida aytaman. Mana bu yerda qani Joao Felix, to'g'rimi? Joao Felix Portugaliya jahon chempioni bo'ldi deylik. Va u o'zi avtomatik tarzda guruhdan chiqib, chorak final, yarim final, finallarda yutadigan bo'lsa, o'zi avtomatik kuchayib 96 bo'ladi. 96 dan tepa bo'lmaydi. Biz lekin umuman kuchaytira olmaymiz. O'zimiz tanlab kuchaytira olmaymiz. Mana shunday bo'ladi. Xudo xohlasa. Endi yana bitta narsaga e'tibor beradigan bo'lsak, endi aytmoqchisizlarki, unda 82 reytingli futbolchilar. Endi sizlarda savol tug'ilishi mumkin. Unda mana bu 82 reytingli futbolchilar 82 bo'yicha qolib ketib qoladimi? Ya'ni guruh bosqichidan chiqa olmay qolsa, aytaylik, mana buni aytaylik, mana shu futbolchi guruh bosqichidan chiqa olmay qoldi. Eng past o'rinda oldi. Nima bu? 82 bo'yicha qolib ketib qoladimi? Ha, 82 bo'yicha qolib ketib qoladi. Chunki 82 bo'lish o'zi oson emas, lekin 82 qilib qo'ydi desa. 82 bo'yicha esdalik bo'lib qolib ketib qoladi sizlarda. Uni kuchaytira olmaysizlar. Agar guruhdan keyingi bosqichga chiqadigan bo'lsa, sekin-sekin reytingga oshib boraveradi. To'g'rimi? 82 bo'ladi boshida olganinglarda, keyin 85 bo'ladi, 87 bo'ladi, keyin 89, 91 bo'ladi. O'shaqa kuchayib o'zi kuchayaveradi avtomaticheski. Lekin biz kuchaytira olmaymiz. Agar yarim finalgacha chiqib turib final yutqazib qo'yadigan bo'lsa, 93 holatda qolib ketib qoladi. Agar final yutadigan bo'lsa 96. Menimcha gapimni tushundinglar, to'g'rimi do'stlar? DLSda bilasizlar, eng baland reytingli futbolchi nechi? Mana bu sariq kartalardan. 96, Mbappe, to'g'rimi? Mana hozir ko'rsataman. Mbappe mana 96 bo'ladi full bo'lsa. Qizil kartalar ham xuddi shu finalda yutgan futbolchi 96 reytingli bo'ladi. Qanaqa kuchayishini bilmadim, lekin 96 reytingda bo'ladi. Reytingini aniq aytib bera olaman, lekin qanaqa tarzda kuchayishini men sizlarga aytib bera olmayman. Mana shunaqa yangiliklar do'stlar. Endi sizlarga maslahatim, jahon chempionatidagi favorit futbolchilarni olinglar. Nima demoqchiman? Takkak, ya'ni 82 reytingda qolib ketib qolar ekan futbolchilar agar guruh bosqichidan chiqa olmasa, demak guruhdan chiqadigan, yarim finalga boradigan, finalgacha даже boradigan futbolchilar olish kerak. O'shunda akkauntlarni reytingga ko'tarishiga yordam beradi. Masalan, Abduqodir Husanov endi olishimiz kerak, hamma yurtimiz birinchi o'rinda.
endi jahon chempionatini yuta olmasa kerak-ku, lekin guruh bosqichidan chiqa olsa 85 reytingi bo'lib qoladi. Lekin 85 dan tepaga ko'tarilmaydi. Uni kuchaytira olmaymiz. 85 bo'yicha bizda esdalik bo'lib, qolib ketib qoladi. Ana endi jahon chempionatidagi favorit terma jamoalarni aytadigan bo'lsak, bu Angliya masalan, Angliya yutsa, buni Easy 96 bo'ladi. Agar Fransiya yutsa, Barkola 96 bo'ladi. Argentina yutsa, De Paul. Mana favoritlar birinchi o'rinda turibdi. Mana shu joyda. Masalan, Germaniya turibdi. Mana bu yerda Onana turibdi favoritlardan. Keyin mana Joao Felix turibdi. Portugaliya ham favorit jahon chempionatida. Braziliya favorit bilasizlar. Kamida bir chorak finalgacha boradi. Yo'q deganda, atak final, yarim finalgacha ham chiqishi mumkin. Keyin mana Ispaniya bor. Bu yil ancha favorit deyil, lekin Ispaniya futbolchisi. Shunaqa do'stlar. Agar guruh bosqichidan chiqamiz 82 bo'yicha qolib ketadi. Guruhdan chiqib 85 bo'ldi. Undan keyingisiga o'tolmay qolsa 85 bo'yicha qolib ketadi. Shunaqa do'stlar. Ya'ni oyog'i yetgan joygacha boradi, oyog'i yetgan joygacha talpinib, chiranib chiqadi. U yog'iga chiqa olmasa o'sha reytingda qolib ketadi. Menimcha tushuntira oldim, to'g'rimi do'stlar? O'shuning uchun maksimal darajada futbolchilarda olayotganda jahon chempionatida finalgacha boradigan futbolchilarni olinglar. Meni gaplarim bunday olib qarasak, haqiqatga yaqin, to'g'rimi do'stlar? Chunki DLSdagi maksimal reytingli futbolchi 96 reytingda fut bo'ladi. To'g'rimi? Xuddi shunaqa bu ham. Bu futbolchilar ham shunaqa bo'lib kuchayadi do'stlar. Shunaqa. Meni gaplarim xudo xohlasa 97% to'g'ri chiqadi. Endi 2% balkim nimadir hal qilib qo'yish mumkin, 2-3% endi bilmadim unisini. Lekin men aytganlar mantiqan, taxminan o'ylab qarasak to'g'ri. Chunki DLSda 82 reytingli futbolchi bo'lish uncha-munchasiga emas. O'sha aytib o'tganimdek. Uncha-buncha futbolchi 82 reytingga chiqa olmaydi. Juda qiyin DLSda 82 reyting bo'lish. Lekin bu yerda hamma futbolchi 82. Agar yana jahon chempionatida favorit bo'lib keyingi bosqichga chiqqanda avtomatik kuchayib boraveradi o'zi. Reytinglari oshib. Shunaqa do'stlar, bugungi mana shu xabarlarni sizga bermoqchi edim. Menimcha videoroliklarga yoqdi degan umiddaman. Videorolikni tushundinglar degan umiddaman. Agar tushunmagan bo'lsangiz, Telegram kanalimda yana bitta tushuntirib o'taman. Xudo xohlasa. Batafsil hamma yangiliklarni Telegram kanalimda berib borilyapti. Albatta Telegram kanaliga o'tib obuna bo'linglar. Mana xudo xohlasa haqiqatga yaqinda bo'linglar. Yana o'zingizlarning fikrlarni yozib qoldiringlar, lekin boshqa fikrlar noto'g'ri bo'lib chiqyapti. Bunday taxmin o'ylab qarasak. Chunki 96 bo'lib fut bo'lmaydi-da. 96 ni fut qiladigan bo'lsak 106 bo'lmaydi. Unda Ronaldo Champions, Messi Championslar bir teng bo'lib qoladi. Kopeyka bo'lib qoladi. To'g'rimi do'stlar? O'shuning uchun o'ylashimcha, men o'ylagan fikrlar to'g'ri. Hech qaysini biz kuchaytira olmaymiz. Даже DLSni o'zi aytayapti, mana bu yerda dinamichisiga nельзя тренировать, ya'ni futbolchini kuchaytira olmaysan deyapti. Mana, endi bu yoqda chap tomonda yozilganida ular yutsa reytingi o'zi oshadi deyapti. Xuddi shunaqa. O'tgan safargi taxminim ham prinsipi to'g'ri edi, lekin mana bu yerda nельзя тренировать degandan keyin un taxmin noto'g'ri bo'lib qoldi. Demak, futbolchilar 82 reytingda qolib ketib qolishi ham mumkin. Keyingi bosqichga chiqsa, reytingi yana oshib boraveradi. Va finalda yutgan jamoa mana ko'rsatib qo'yaman. Finalda yutgan jamoa mana oxiri 96 bo'ladi. Xuddi shunaqa do'stlar. Xuddi shunaqa tarzda boraveradi. Meni taxminanim xudo xohlasa to'g'ri, maksimal darajada harakat qilinglar, sezon pas ochtiringlar. Sezon pasga aksiyalar bo'lyapti, Telegram kanaliga o'tib obuna bo'linglar. Bugungi yangiliklar mana shu haqida edi do'stlar. Videoroliklarga foydali bo'ldi degan umiddaman. To'g'ri, boshda hamma vahima qildi, "O 106 bo'lar ekan, 99 bo'lar ekan." Yo'q. Taxminlar noto'g'ri. Mana men aytgan narsa haqiqatga ancha yaqin. To'g'rimi do'stlar? Endi xulosa o'zingizlardan. Like bosib obuna bo'lib qo'yinglar, tezroq 100 mingta bo'lishimiz kerak. Videoroliklarga foydali bo'lgan bo'lsa, albatta do'stlaringizga ulashib qo'yinglar. Sizlar bilan har doimgidek Iminov DLC yangiliklar kanali bo'ldi. Hammangizga xayr, sog', salomat bo'linglar do'stlar.